Assalamualaikum deymiz barcha mehmonlarga hamda mezbonlarga barchani tabriklaymiz. Bugungi xo'sh shukrona bilan tabriklaymiz. Bugun Fayz tabriklash agentligi jamoasi mana shunaqangi Fayzli xonadonga tashrif buyurishimizdan asosiy maqsad bugun akajon onamizni tabriklashga tashrif buyurdik. Onajon tabriklaymiz. Bugun shukrona kuningizmi? Tabriklaymiz. Rizongizni keling mana shu tarafga o'tiring. Onajon keling. Mana shu tarafga. Keling yaqinlanyapti yo'llariga taklif qilamiz. Marhamat. Farzandlar keldi yo'llarda turishamiz. Marhamat. Onajon tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha turing. Syurpriz tabrik kutganmidingiz, kutmaganmidingiz? Siz uchun haqiqiy syurpriz bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Kimlar nomidan bo'lishi mumkin tabrik? Onajon? Kimlar nomidan tabriklab kelding? Nima deb o'ylaysiz? Mayli. Onajon sikovlik sezyapti, baribir farzandlaringiz nomidan tabriklaymiz. Oybek akamni, Qunduz opamni, farzandlaringiz, Otabek, Sarvinoz farzandlaringiz, nevaralaringiz nomidan tabriklaymiz. Bitta qarsiylar bilan qo'llab qo'ysa yaqinlar. Tabriklaymiz. Yo'llarda turishlar, onajonimizga. Marhamat farzandim, yo'llarda turishlar. Onajon tabriklaymiz. Shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha turing. Barcha mehmonlarni ham tabriklaymiz xo'sh shukrona bilan. Farzandlaringiz nomidan tabriklaymiz onajon. Farzandlaringiz bilan gaplashdimmi tashqarida? Kelishimiz o'rnida gaplashdik. Onajoningizni shukrona kunlari bo'lsa nimalar deb tabriklaylik, qanaqa tilaklaringiz bor, qanaqa til so'zlaringiz bor deb so'radik farzandlaringizdan onajon. Shunda farzandlaringiz aytayaptiki, marhamat yo'llarda turishlarga yaqinlar, qarindoshlar, marhamat. Farzandlaringiz aytayaptiki, onajon, akajonim, ukam deyapti, bugun bizlar uchun eng muhim va eng qadrli kunlardan biri deyapti farzandlaringiz. Sababi bizani mehribonimiz, bizani farishtamiz, bizani jannatimiz, onajonimizni bugun shukrona kunlari deyapti. Avvalambor sizni tabriklayapti, qo'shni kuningiz farzandlaringiz. Ular juda ham yaxshi ko'rar ekan o'g'il qizlaringiz sizni. Juda ham yaxshi ko'rar ekan barcha farzandlaringiz, Qunduz opam. Ular aytayaptiki, avvalambor onajonimizga bugungi shukrona kunlarida uzoq umr tilaymiz deyapti farzandlaringiz. Sog'lik, omonlik tilaymiz deyapti. Muhimi sog'lik tilayapti farzandlaringiz. Onajonimiz hech qachon kasal bo'lmaslar deyapti. Bizning yonimizda hamisha sog' salomat bo'lishni xohlaymiz deyapti. Va ular aytayaptiki, aslida onajonimning mehribonligini, g'amxo'rligini qanaqangi so'zlar bilan ta'riflab bersak ham kam deyapti. Juda ham mehribon inson, juda ham bebaho insonlar deyapti. Lekin shunday bo'lsa ham bugungi qo'shni kuningizda farzandlaringiz o'zlarining minnatdorchiligini bildirmoqchi siz uchun. O'zlarining rahmatlarini yetkazmoqchi onajon. Shunda so'radim, qanaqangi rahmatlaringiz bor onajoningizga desam, ular aytayaptiki, avvalambor ukam onajonimga rahmat aytamiz deyapti. Bizlarning farzandlarni dunyoga keltirganliklari uchun va o'stirib kelayotganliklari uchun rahmat aytamiz deyapti. Bizlarga hayotdagi eng yaxshi tarbiyani berganliklari uchun rahmat aytamiz deyapti.
bizni hamisha qo'llab-quvvatlab kelayotganliklari uchun, bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib kelayotganliklari uchun rahmat aytamiz, deyapti. Aqiljonim, farzandlaringiz juda ham yaxshi ko'rar ekan sizni. Ular aytayaptiki, hozirgacha biz qanaqangi martabalarga, qanaqangi yutuqlarga erishib kelayotgan bo'lsak, bularning hech biri o'zidan o'zi bo'lib qolmayapti. Bularga onajonimiz sabab, deyapti. Sababi avvalambor bizani dunyoga keltirdi, boyga yetkazdi. O'zi yemay yedirib, o'zi kiymay kiydirib, hayotning har qanday qiyinchilik kunlarida ham, sinovli damlarda ham o'zlarini o'ylamasdan faqat farzandim, bolam, chaqam deb bizlar uchun yashab kelyaptilar. Bizlar rahmat aytamiz, deyapti. Va mana shunaqangi halol, oq ko'ngil, mehnatkash insonni farzand ekanligimizdan biz faxrlanamiz har doim, deyapti. Va farzandlaringiz aytayapti, onajon, ba'zida shunaqa paytlar bo'ladi, biz onajonimiz xafa qilib qo'yamiz, ba'zida bilmasdan, deyapti. Qattiq gapirib qo'yamiz, yoshlikda ham sho'x qo'yamiz, hozir ham ba'zida xo'p deymiz-u, aytganlarni qilmay qo'yamiz ba'zida, deyapti. Agar ko'ngillariga tegib qo'ygan bo'lsak, bugun barchasi uchun kechirim so'raymiz onajonimizdan, deyapti. Va har doim shuni xohlashyapti farzandlaringiz, onajonimizni ko'zlaridan hech qachon ko'z yoshlari oqmasin, yuzlaridan kulgu tabassumlar arimasin, deyapti. Umri uzoq bo'lsin, o'zlarini ehtiyot qilsinlar, deyapti. Bugun Xudo xolasa 60 yillik yubiley, 60 yoshda qarshi olyapsiz, 70 ga yetib, 80 dan sakrab, 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashib yurganingizda ham Xudo xolasa katta yubileylarni ham mana shunaqangi yaqinlar bilan, jigarlar bilan birgalikda nishonlash nasib etsin, onajon. Tabriklaymiz yana o'rada. Bitta qarsiylar bo'lsa onajonimiz uchun. Farzandlaringiz, nevaralaringiz vaqti hamisha sog' bo'ling, onajon, tabriklaymiz. Siz vaqtingizga farzandlaringiz, nevaralaringiz sog' salomat bo'lsin. Ular sizni juda ham yaxshi ko'rar ekan. Bugungi kuningizni hayotingizdagi bir eng unutilmas lahzalarga boy bo'lishini xohlayapti farzandlaringiz. Aqiljonim, Aqiljonim, farzandlaringiz aytayapti, onajonim juda ham bebaho inson, deyapti. Juda ham mehribon, juda ham mehnatkash inson, deyapti. Nima deb ta'rif bersak ham, nima qilsak ham kam ular uchun, deyapti. Gapirsak soatlab, oylab, yillab gapirsak arziydi onajonim uchun, deyapti. Lekin shunday bo'lsa ham menda bitta tabrik she'rlari bor. Mana shu tabrik she'rlarda siz farzandlaringizni dilso'zlari, rahmatnomalari aks etgan. Agar ruxsat bersangiz, farzandlaringiz nomidan mana shu tabrik she'rni siz uchun o'qib eshittirsam, onajon. Farzandlaringiz nomidan qarshi olsangiz. Marhamat. Duolar qildingiz iqbolim tilab, halol yedirdingiz boshimni silab. Baxtga yetishimga o'zingiz sabab, rahmat sizga ona, rahmat onajon. Men deb yashadingiz o'tkazib umr, uyqulardan kecha tutqazib huzur. Borligingiz uchun Allohga shukr. Rahmat sizga ona, rahmat onajon. Biz sabab halovat bilmaganimsiz. Bizning ertamiz uchun tinmaganimsiz. Har qachon yonimizdan jilmaganimsiz. Rahmat sizga ona, rahmat onajon. Yaxshi kunlar hamroh biz bilan bugun. Baxtim butun, shodlik, quvonchim butun. Mehnatingiz uchun, barchasi uchun. Rahmat sizga ona, rahmat onajon deb yozing. Bitta qarsiylar bilan qo'llab qo'ysiz, yana bir bor. Farzandlaringiz nomidan chiqib ajoyib shirik to'plarga ruxsat bersangiz, bitta qarsiylar bilan qo'llab qo'ysiz. Farzandlar ajoyib shirik to'plarni onajonimizga topshirib qo'yishingiz mumkin. Qardoshlarni ham taklif qiling. Bag'ringizga tabriklar qo'yishingiz mumkin. Keling, jigarlar taklif qilamiz. Farzandlarni ham taklif bilan tabriklar qo'yishingiz mumkin. Ajoyib shirik to'plarni topshirib qo'ying.
kunlar bilan tabriklaymiz. Onajon yubileylar bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha turing. Hozir farzandlaringiz nomida dil so'zlarini yetkazdik, tabriklarni. Lekin bilaman ularning o'zlarida ham bo'lishi mumkin. Siz uchun yo'llaydigan tilaklar, tabriklar, lekin ulardan oldin mana shu yerda jigarlaringiz bor, mehmonlar bor, xolalarimiz bor. Ularga mikrofonni bersam, o'zlarining yaxshi niyatlari, tilaklari bo'lsa, siz uchun yo'llab qo'yishlari mumkin. Marhamat, keling, yoshlar o'g'illarimiz boshlab bersa, keyin davom ettiradi. Marhamat, onajon yaxshi niyatda tilaklar bo'lsa, yo'llab qo'yishingiz mumkin. Marhamat. Oyoqqa uriydi bu. Mana bugun singlimizning 60 yillik yubileyi ekan. Shu singlimiz mana bolalarini, qizlarini, nevara-chevaralarining oldida Xudoyim 100 yoshlarga chiqib yuravergan. Sog' salomat bo'lib, shu uylarda shu nevaralarning to'ylarini ko'rmak nasib etgan. Shu singlim Xudoyim mana bolalar bilan baxtli bo'lib, bolalarini shu nevara-chevaralarini ko'rmak nasib etgan Xudoyim. Allah Teala'nın bergan yoshda yashab, Xudoyim shu sog' salomat shu uylarda hamisha to'y bo'lib, shu to'ylarni ko'rib yuravermak nasib etgan. Hech qachon shu Allohning panohida asrasin singlimni. Xudoyim hamisha shu uylarga to'y yetkazib, hamma vaqt shu nevaralarining to'ylarına keldi, chevaralarining to'ylarına, o'zining bilan yubiley to'ylarına kelib o'tirib, Xudoyim hamisha shu uylarga to'ylarga keldi. Shu singlim Xudoyim 100 yoshlarga chiqib yuravergan, dardimizda uzoq bo'laysan. Hamisha uyga to'y yetkazib, sog' salomat yuraversan. Menga nesne sog' bo'lsin. Allah Taala Xudoyim shu elimdan sog' qo'yaysan, bolalarimning elimdan. Allah Teala'nın tarafından sağlıklı yürüyorsan, ben sıkılırım. Ama Akıldan senin tuğmakların kutlu olsun. 60 yaşlık yubileylerin yine kutlu olsun. Kudayım köyde hemşe toy, vakit hoşçulukla bulurken. Ömrün uzun bol, 70, 80'lerden 90'lardan toplaş, 100 ve 105 geçsen. Rizollarga chiqaysan, Xudoyim bolalarning rohatini ko'rib, elingda martabali bir yaxshi inson bo'lib, bolalarning rohatlarini ko'rib yurgaysan hamisha. Uyingga to'yib kelgayman Xudoyim hamisha. Tebriklayman Aqiljon. Xudoyim qutlu bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' salomat yurgaysan, bolalaringning quvonchini ko'rib, quvonchini sher bo'lib yurgaysan. Adres qayerda? Şerefet. Söyledi. Aklarla şimdi yaşlardan bir şey olduğunu yaşayacağız Xudoyim. Balalarımızın rahatını korup elinde sağ yürüyeceğiz. Bizlerden amelimize sağ yürüyeceğiz Xudoyim. Rahman olsun. Bizlerden sağ yürüyeceğiz. Sağlık açtılar. Şu an kızlarını göreyim. Aklı, sağlık, solu, yoldan ödülürüz. Sağlık açtılar. Yubiley yaşlarımız kızlarındayım. Allah'ın adına sağlık ettim. Kardeşlerim, katlaşıklardık. Akıllarının rahatını kör, akıllarının yaş günlerine girebileceğim. Sağ olun. Merhaba, bahçemiz şurada, yaşlı ortağalarında son selamet yürüyoruz. Bu yaşlarda hepimizden sağ olun. Hocam tebriklaymiz. Allah'tan sağlık var. Şimdi yaşlarını korup koruyoruz. Görün. Nesne sağ olsun. Şu tebriklaymiz tuğan kınız bilen 100 yaşlarga kirib yurish nasib et. Aysan kesin Xudoyim. Ampullarımızdan tebrikler. Nedense 100 yaşlarını korup tutar. Hemden de sağ selamet verelim. Nesne sağ olsun. Ben 100 yaşlarda yürüyorum. Katta rahmat. Katta rahmat aytganlaringizga. Barcha aytilgan yaxshi niyatlar, tilaklar ijobat bo'lsin, tabriklaymiz sizga ham bor endi. Onajon, sizni o'ziga mikrofonni bersam, mana shu mehmonlar uchun, farzandlaringiz uchun yaxshi niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qo'ysangiz. Qo'ysam, marhamat.
Kudayım ballarım, Aybek, Atabek, Sarnaz, Kunduzlar, elinde kudayım. Buna ayapamlar, ömler, beri. Halem, kudayım, buna kuda kadar hemmesi sağ salamet bir ömürge kudayım. Hemice yaxşı günlerge barayman. Amin. Katta rahmat kasırlar va sonajonim uchun. Katta rahmat aytganlaringiz kesin tabriklaymiz. Yana barchani qo'shib kulib endi. Hozir bugun katta bayram, katta tantana yubiley hozir quvonchli kun. O'ynamasak bo'lmaydi. Barcha mehmonlarni o'yin davrasiga taklif qilamiz. Lekin ulardan oldin narigi xonadon ham qarindoshlar bor ekan, xolalarimiz. Ularga mikrofonni berib kelsa, ruxsat bersangiz, yaxshi niyatlar bo'lsa yo'llab qo'ysak, keyin barchani o'yin davrasiga taklif qiladi. Tabriklaymiz, qo'shimchalar bilan yubileylar bilan. Akajonimizni tabriklab qo'ydigan yaqinlar bo'lsa, yosh o'g'illarimiz, mehmonlarga yaxshi niyatlari, tilaklari bo'lsa, mikrofonni berardi, esdalik bo'lib qolardi. Tabriklab qo'yishlar mumkin. Marhamat. Şu tuğan günlerin kutlu olsun. 60 yaşları, yine bir 60 yaş kudayım yaşap. Ulu kızlarının kızlığını koyup jirebileysen. Aklık, sağlık, suyup. Kudayım hemişe şu yürge yaxşı günlerle toylarla kelik. Jinagan tergelerini toyga jayılsın. Sağ olun. Kapıdan çıkan şu 60 yaşlarının kutlu olsun. Yana şu 60 yaş ömür görürgeysen, ulu kızlarının qıratlarını göreyim, sağ salametlikte. Yaxşı günlerde görülmek nasip etken. Hemişe şu yöne gitsek, yaxşı günlerine gideyimiz. Sağ olasın. Akacan komşu, hem geldim. Kudayım yaşlarım kutlu oğayım. Budan bir 3-4 gün görgeysen, bağların aydınla sağ salamat жүрgeysen. Kudayım sen bağların senin elinde artıkların, çoğunlukların sağ salamat жүрgey kudayım. Akacan komşu, can koşunu, yan koşunu dileydi. Kudayım bağların elinde sağ жүрgeysen. Kudayım biz yaşaysan, bir sağlık bergey. Hemişe vakti koçulukta, savcılıkta hemme din katayışıp, ilerişip güzel ömürlerimiz Kudayım, uzak ömür bergey. Tebrikliyimiz. Buraya ihtiyaç getirmiş Daim şu ne arzu niyetlerim vesaire kaçıkay, babalarımın rahatını görüp, yaşlarım uzak olup, şu biz yaşları yakışmaz bulunur, düşmekle taşmam, uzak yaşlıyorum. Hocam, 60 yıllık yubileylerin kutlu olsun. 100 yaşa çıkıp görürgeysen bana bağlarımdan, kellerinin, kızlarının, bizlerden elimizde sağ salamet oynat kulüp. Şunu getirsek, şimdi yaş günlerine gelip. Size tuğan kollarınız kutlu olsun. Uzak ömür versin. Allah'ın eline sağ salamet olup, Kuday'dan verilen yaşlarını yaşap, şu artıklarınızdan, çocuklarınızdan hem kızlarını görmek nasip eder. Uzak ömür, bakın. Tuğan kollarınızdan tebrikler, şu bağlarınızdan elinde sağ olun, selamet olun. Yerinde sağ yürüyorum Kudayım. Sağ salamet baş buluşturuyor siz. Komşu hem çıkarmak Kur'an'ı bakışıyor. Babasının hem işi oynak bulup bağlarını aldılar, onu gördüler. Dinlemeyeceğim mi? Cennet konferansından tebriklerim. Gömlerin evde soslarını kırıp, çoğuluklarımızdan toylar kırıp, baş bulup yürüyorum. Koşu verdin mi? Kesip kalın. Patay, 100 yaşta çocukluğun bize gelmesi sağ olun. Hem bize sağ olun, bana
Rahmet. Sağ olun. Katta rahmat aytganlaringiz kelsin. Tabriklaymiz sizlarni ko'ra barchani quvonch kunlar bilan, yubileylar bilan tabriklaymiz. Marhamat onajon, tabriklab qo'yishingiz mumkin. Netice, Lubos'un yaşlarını sulayım şu gömlerinde, kirlerinde, soyurgaysiz. Efendim geçen yaşlarımız çok hoş bir anlatım. Hemşe soyuyorum. Soğuklarından yapıyorum. Şu ayağımda yaş kulları gibi. Sevmeyin elimde sağ ol Aykutayım. Yine şu elinizde soğukçum, bağlansın elimde kızım bu. Katta rahmat aytganlaringiz kelsin, tabriklaymiz. Endi bugun katta bayram, katta tantana mana shu xonadonda yubiley. Onajon bitta o'yin davrasini ham qilsak, nima deysiz? Onalarimizni ham davramizga taklif qiladingiz, ajoyib sho'x qo'shiqlarimiz bo'ladi. Keyin oxirida esdalik uchun suratlarga ham olib qo'yamiz. Keling marhamat, barchani o'yin davrasiga taklif qilamiz. Thank you.
Şaşları jinalıp, minde kaldım kıynalıp, sallanıp, uylanıp, kız gelir nazlanıp, şaşları jinalıp, minde kaldım kıynalıp. Şayhun tulhunlarınday, tulkarım kalmazınday, aksın gülge oksaydı, yerge kızsın ağzınday. Şayhun tulhunlarınday, tulkarım kalmazınday, aksın gülge oksaydı, yerge kızsın ağzınday. Sallanıp, uylanıp, kız gelir nazlanıp, şaşları jinalıp, minde kaldım kıynalıp, sallanıp, uylanıp, kız gelir nazlanıp, şaşları jinalıp, minde kaldım kıynalıp.
Babamın ödülekten koştursa dağların atacağım külegen düşmüş havaların Lezgede verme geliyor bazı küleme geliyor Hele hayret sorar kimsenin şeydaların Hele hayret sorar kimsenin şeydaların Yaman canı sazı bu artık canavazı bu Yavher hanım nazı bu rahmet çembervazı bu Yaman canı sazı bu artık canavazı bu Yavher hanım nazı bu Lezgi 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 bu